Farg'ona viloyatida aholiga ko'rsatilayotgan oftalmologik xizmatlar sifatini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Farg'ona filialiga bir qator zamonaviy va noyob tibbiy uskunalar olib kelindi. Janubiy Koreya, Polsha, Kanada, Yaponiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan bu yuqori texnologiyali apparatlar 2025-yil uchun ajratilgan 2 milliard 800 million so'mlik mablag' evaziga xarid qilingan bo'lib, ularning joriy etilishi markazda ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifati va tezkorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Yangi uskunalar orasida ayniqsa optikal biometri 700 apparati alohida ahamiyatga ega. U qanday imkoniyatlarga ega va bemorlarga qay tarzda qulaylik yaratadi? Keyingi lavhalarimizda shu haqida so'z yuritamiz. Bu apparat vazifasi ko'zning o'lchamlarini yuqori aniqlikda aniqlab, katarakta operatsiyasida bajariladigan sun'iy gavharda o'lchamini yuqori aniqlikda olish vazifasini bajaradi. Buning natijasida bemorlar operatsiyadan keyin yanada aniq va ravshan ko'rishni boshlaydi. Shuningdek, bu apparatda keratotopograf funksiyasi bor. Bu funksiya orqali shohparda qalinligi qay darajada ekanligi aniqlanadi. Buning natijasida glaukomli bemorlarimizda ko'z ichki bosimi o'sha bemor uchun normami yoki normadan balandmi, keyin skriti keratoglobuslarimiz, keratokonuslarimiz bemorda bormi, yo'qmi, aniq diagnoz qo'yilib, ularga qanday davo muolajalari bajarilish yo'llari tavsiya etiladi. Hozirgi bemorimizda o'ng ko'zida ko'rishda keskin xiralashishiga shikoyat qilib keldi. Unda tekshiruvlar natijasida o'ng ko'zda asoratli katarakta aniqlandi hamda biometr yordamida qo'yiladigan sun'iy gavharda razmerlari aniq o'lchamda hisoblandi va bemorga katarakta operatsiyasini yuqori texnologik usuli bilan fakoemulsifikatsiya usulida operatsiya jarrohlik amaliyoti tavsiya etildi.